o'xshasa. Xo'p, endi mana botimizga o'tdik, botga start bosdik va обязательно bot ishlamoqda. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerdan panel yozadigan bo'lsak, bizga admin panel ochiladi. Admin emas, xatolik bo'lgan boshida. Bu yerga faqatgina panel. Videoni ko'rishingiz mumkin. Admin panelda kanal sozlash, statistika, xabar yuborish, kino yuklash hammasi mavjud. Hop, endi nima demoqchiman? Bu bot ochildi. Videoda ozroq xatoliklar bo'ldi. Boshida yozishda ovoz yozilmagan yo boshqa narsa. 3-kontentim adashmasam, obunalar bilan albatta like ni bosib qo'ying. Sizlarning iltimos qiladigan narsa Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'ying. Vaqti kelsa Telegram kanal kattalashishi bilan yo